Amerikadagi Uyg'ur panohlanuvchilarning panohlik ishlarini tiziltish ham qo'laylashtirish maqsadida maxsus xizmat guruhi qurgan. Bu guruh Kishilik huquq instituti direktori Elisa Massimono va ilgari Amerika kotibotligida xizmat qilgan Scott Bospening boshchilik qilishi va qonun fakultetidagi o'quvchilar uyushmasi a'zolarining bir araya kelishi bilan qurilgan. Amerikadagi musofirlar ishlarini bartaraf qiladigan idoraning xizmatlari ostlab ketgan bir ahvolda ular Xitoy hukumatining davlat alqagan bostirishlarining tahdidga uchrayotgan Uyg'urlarning panohlanish ishlarini tezroq hal qilish uchun faoliyat boshlagan. Buning uchun Amerikadagi Uyg'ur faoliyatchilar, lager shoidlari va Amerika Davlat Majlisining bir qism a'zolari bilan uchrashib, bu masalani hal qilishning yo'llari haqida ko'p qatim fikr almashtirgan. Türkiye Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin parlamentga Xitoyning Sharqi Turkistondagi qilmishlarini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin irqiy qirg'inchiligi deb bekitish to'g'risida taklif sungan bo'lib, bu taklif hokimiyat beshidagi Adolat va Taraqqiyot Partisi va uning sheriki Millatchi Harakat Partisi tarafidan rad qilingan. Saadet Partisining parlamentdagi guruhi bayonotida Saadet va Gelecek guruhi bo'lish suhbatimiz bilan biz Xitoyning Sharqi Turkistondagi insoniyatga qarshi qilmishlarini Türkiye parlamenti tarafidan irqiy qirg'inchilik deb aniqlash uchun umumiy muzokara etishni o'tirg'i qo'ydik deyildi. Amerika Davlat ishlar kotibotligi Xalqaro aloqa markazining alohida elchisi James Robin Xitoyning har doim Amerikaning yomon xabarlarini tarqatish, Xitoyni maqtaydigan tashviqotlarni bozorga solganligini bildirgan. U yana Xitoy taratqullarining Uyg'urlar haqidagi xabarlarni qamal qiladiganligini va islom davlatlarining bundan xabarsiz qolganligini tilga olgan. U yana mundaq degan: Xi Jinping ishki kabinet yig'inida Uyg'urlarga qilchi rahim qilmaslik degan so'zni ishlatgan. Xitoy rahbarlari bu yig'inda Uyg'urlarga qo'llangan usullarni o'tirg'a qo'ygan. Nima uchun butkul musulmonlar dunyosi Uyg'urlar duch kelgan vahshiyliklarni bilmaydi? Nimishqa bu masalaga ko'ngil bo'lmaydi? Chunki Xitoy o'z uslubidagi tashviqotlarni to'liq va unumli usulda dunyoga tarqatadi. Haqiqiy ahvolni xabar qilishdan o'lgidak qochadi. Uyg'ur vakillarining Yevropadagi yig'inlarga berishi va taratqularda gap qilishga janjahli bilan qarshi turadi. Har davlatdagi Xitoy elchixonalari bundaq yig'inning ichilishiga kuchining barcha to'sqinlik qiladi. Vengriya Bosh ministri Viktor Orban 9-may Budapeshtda ziyoratda bo'lgan Xitoy prezidenti Xi Jinping bilan ko'rishgandan keyingi bayonotida Xitoy bilan Vengriyaning yadro energiyasi sanoati qatorliq har qaysi sohalardagi hamkorlikni kengaytirganligini e'lon qildi. Orban Vengriya poytaxtida o'tkazilgan muxbirlarning kutilish yig'inida Xitoy yangi dunyo tartiblarining to'riklarining biri dedi. Orban yana Vengriyaning Xitoyning Ukrainaning tinchlik planini qo'llaydiganligini aytdi. Amerikada Biden hukumati kechikkandimi kelar hafta Xitoy tamojni beji haqida yangi qaror chiqarishga tayyorlik qilmoqda. Bloomberg bilan suhbatlashgan bu ahvoldan xabardor manbalarga qaraganda, Joe Biden Xitoyning xalqaro sohalarini nishon qilgan tamojni bejini e'lon qiladi ekan. Bu yangi tamojni beji doirasiga Xitoydan kelgan toklik mashina, batareya va quyosh energiyalik batareya qatorliq mahsulotlar kiradi ekan. Xitoy davlat raisi Xi Jinping Yevropadagi rasmiy ziyorati jarayonida 12 davlat fuqarolariga 2025-yilning oxirigacha vizasiz kirish huquqini uzaytirganligini e'lon qildi. Yegilishicha Fransiya, Germaniya, Italiya, Gollandiya, Ispaniya, Malayziya, Shvetsariya, Irlandiya, Vengriya, Avstriya, Belgiya va Lyuksemburg fuqarolari 2025-yil 31 dekabrgacha viza olmay Xitoyga bora oladi ekan.